Voydod, haqiqiy BMW M8 Competition kabrioletini kupesi-yu. Mana qarang, O'zbekistonda menimcha bunaqa narxga Voy, M8 Competition bo'lmasa kerak. Haqiqiy maxluq bo'lyapti. 630 ot kuchlari. Mashina rostdan taniq. Probegi 35 000. Hozirdan bitta like bosingda, hamma yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. Chunki bunaqa narxga qo'yilyapti, ishoni bir deganda menimcha ketib qoladi. Faqat srochniygagina aynan shu apparatni bilasizmi necha pulga berib yuboryapti? 135 500 ga berib yuboryapti. Bilasiz, bu уже legenda bo'ldi. M8 ni уже ishlab chiqarish 2025 dan to'xtadi shekilli, 26 dan chiqmaydi. Lekin aynan shu apparatlar yengisi qancha? 230 larga adashmasam shunaqalarga sotiladi. Bo'lsa ham bosib yuboring, maksimum tarqatib tashlang. Rostagasim zver bo'yatibdi. Tana holatda 35 000 probeg. Yana nimasini gapir? Ovozi umuman bir narigi mahallaga bemalol eshitiladigan maxluq bo'yatibdi. 2021 oxirida chiqqan 2022 modeli. Probegi atiga 35 000. Tasavvur qiling. Bunaqa apparatlar har doim bunaqa narxga chiqavermaydi. Bosib yuboring jigar. Barzan mashinaga kabrioletlarda, competitionlarda o'qib yuring.